Bunaqasi bo'lmagan kanalning qadrli a'zolari, bugungi obzorimizda ko'pchilik kutgan videolarimizdan bittasi, ya'ni kichkina mini lag'mo apparatlarimiz va katta nirjavik lag'mo apparatlarimizni narxlari, xarakteristikasini tanishtirib o'tamiz. Bu lag'mo apparatlarimiz tayyor biznes kategoriyasiga kiradi, ya'ni bu stanoda olib, xamirni qilib turib, mahsulot chiqarib sotsalar bo'ldi. Tayyor biznes yo'nalishiga kiradi. Buni hozirgi kunda somsa bilan shug'ullanayotgan, tayyor o'sha xamir qilayotganlar o'sha buni olib qo'shimcha biznes sifatida olib, tayyor qilib sotsalar bo'ladi. Chuchvarachilar ham zo'r variant hisoblanadi. Qo'shimcha biznes sifatida. Xo'p, hozirgi kunda bular bizda 18, 20, 22, 24, 26 santimetrlik kichkinalarimiz va KL 20, KL 25, KL 30 va K 300 modellarimiz hozirgi kunda наличиеda bor. Xo'p, bu mahsulotlarimiz birin-ketin narxlari, xarakteristikasi hammasini tanishtirib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosinglar, kanalga podpiska bo'linglar, ekranlarda Telegram kanallarimiz chiqib turibdi, o'tib obuna bo'lsalaring, o'shda yangiliklarimizni polnik tanishtirib o'tamiz. Biz bo'lmasa obzorimizni boshladik. Xo'p, birinchi o'rinda kichkintoylarni tanishtirib o'tamiz. Kichkintoylarimiz ikkita funksiyali bo'ladi, ya'ni lag'monni tish nasatkasini yechib qo'ysak, xamir yoyish vazifasini ham bajaradi. Bemalol o'zlariga moslab xamir yoysalar ham bo'laveradi. Xo'p, hozirgi kunda bular 220 ishlaydi. Mahsulotga qarab turib, bu soatiga примерно 15-20 kilo lag'mon bemalol chiqaraveradi. Xamir yoyishini yaponiyalik legirovka hisoblanadi. Ya'ni misol uchun xamir yupqa qalinligini mana ko'rib turibsizlar. Qalin yupqa qilib bemalol o'zlariga moslavasalar bo'laveradi. Nasatkalar yumaloq nasatkadan bo'ladi. Eng hadovoy nasatkalardan bittasi bu o'sha 16 santimetrlik bo'ladi. Hozirgi kundagi narxini 16 santimetrlikda $220 qilib beryapmiz. Ozgina-ozginadan kelishadigan xonalar bo'ladi. Endi xuddi shundan bitta kattasi bo'lgan 18 santimetrligimiz narxini $230 qilib beramiz. 20 santimetrligimiz narxini hozirgi kunda $250 qilib beramiz. 22 santimetrligimiz hozirgi kunda narxini $250 va 24 santimetrligimiz narxini 265 dollar qilib beramiz. Xo'p, bu narxlar kelishadigan xonasi bo'ladi. Bu mahsulotlarimizga 3 oydan 6 oygacha garantiya chiqadi. Bemalol aloqaga chiqib so'rasalar ham bo'laveradi. Manzilimiz Farg'ona shahar. Shuni aytib o'taylik, O'zbekiston barcha hududiga dostavkalarimiz bor. Endi Kia 20 modelimiz. Bu mahsulotimiz soatiga ko'rib turibsizlar, 1.5 kilovatli sabmotkali motor soatiga bemalol 25-30 kilo xamirda yoyaveradi. Nasatkalarni ko'rib turibsizlar, nasatkalar ham moshni. Bu ham dvovodnoy bo'ladi, ya'ni xamir yoyish, lag'mon chiqarish funksiyalariga ega. Hozirgi kunda narxi 20 santimetrligimiz hozirgi kunda narxi atiga skidka narxi $495 qilib beramiz. Endi shuni bitta kattasi hisoblangan 25 santimetrligimiz. 25 santimetrlik soatiga 30-35 kilo bemalol chiqaraveradi. Bemalol buni ham olib yaxshi ob'yom qilsalar ham bo'laveradi. Narxini $525 qilib beryapmiz. Dastavkalari kelishadigan holda bo'ladi. Endi 30 santimetrligimiz soatiga 40 kilo bemalol mahsulotlarni chiqaraveradi. KL 30 modelimiz ko'rib turibsizlar. Gabaritlari ham, bo'ylari ham hamma tomonlama bulardan katta. Va shu moshni. Bularni ham bemalol o'sha xamir yoyish funksiyalarini legirovka qilsalar ham bo'laveradi. Xo'p, bunimizni narxiga keladigan bo'lsak, $555 hozirgi kunda qilib beryapmiz. Aloqaga chiqsalar, sunnatiga $5 o'tib beradigan joy bo'ladi. Va eng full komplektdagi hozir 308 nirjavik ishlatilgan, umuman zanglamas, soatiga 50 kilogacha bo'lgan mahsulotlarni chiqara oladigan lag'mo apparatimiz. Full komplektasi haqiqatan full, motorlari 2 bo'ladi, quvvatlari vashim baland bo'ladi. Hozirgi kunda narxi $655 qilib beramiz. Bu mahsulotlarimiz O'zbekiston savdoyi Farg'ona shaharda turibdi. O'zbekiston barcha hududiga aytib o'tilgan dastavkalar bor. Endi bu lag'mo apparat xamirlarni qilish uchun apparatlarimiz bor. Undan tashqari xamir yoyish uchun testga raskatalka, testo raskatalka va testda raskatkalarimiz ham bor. Videoga like bosinglar, kanalga podpiska bo'linglar, maksimal darajada shu zo'rxona do'stlaringizga tashlab qo'ysalar, ularga ham video manfaatli bo'ladi.